Odamlar 500 ming 600 mingga chaqiradi mana shu mashina ochgan aka. Takka yordam berib ketaversa tushlari kelmaydi qarang. Ochishga harakat qilamiz. Yordam kerak emasmi aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchayapsizlarmi, tuzimsizlar? Nima bo'ldi? Uxlab qoldimi? Nima bilan? Montirovka bilan ochyapsizlarmi? Ha? Gapi. Keling, padushkam bor. Harakat qilib ko'ringchi bitta. Qo'ldan kelsa ochib beramiz, xudo xolasa. Keling, bitta harakat qilib ko'raman men. O'zinglar amalliysizlarmi aka? Tushmayaptilar-ku, qochib turing desan. Tushadi. Ayting, qochib tursin, ochib beraman. Odamlar 500 ming 600 mingga chaqiradi mana shu mashina ochgan aka. Takka yordam berib ketaversa tushlari kelmaydi qarang. Ya, astag'firulloh. Bertiring montirovkani. Montirovkasiz. Ana ochildi aka, nari oyna. Bu oynani ham ochib yuboramizmi? Men bu oyna ham ochildi aka. Temirlarimni oliyman-da. Chiqdimi Instagram? Ha, bo'ldi chiqdi. Qaysiga? Nima qilasiz endi siz blogermisiz? Mana mashina och akkaunt ko'rsanglarga, mana bunday Qancha güzel. qoldi o'zbekka hozir? Alloh berdi-da sizlarga mana. Joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Ishonasizmi aka, mana bitta 5 metr nariyoqda kamas qulam qolgan ekan. Hozir ochuvdi, endi bu yoqda sizlarni qulam qoldi. Assalomu alaykum. Charchayapsizlarmi? Qanaqa qulam qoldi? Ana avtobus tushib qolgan. Rahmatli qo'y. Ishonasizmi aka?